Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro o'z kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga seshanba 2025-yilning 24-iyun kuni Buxoro viloyati Buxoro tumani. Xullas, Xonobodga Ahadjon uyiga kelganlar, bugun sizlar uchun semental buqalar yoki gibrid buqalar yoki nemis paroda buqalarga ishqiboz akalarimiz nemis paroda buqalarni ko'rsatib o'tamiz. Har birini akalar ma'lumotini bitta-bitta yetaklab zo'rdan zo'rini kutgan akalarimiz bugun siz uchun akalar 9 dona urug'bob buqalarni ko'rsatamiz. Semental xohlaganlarga semental bu yoqqa e'tibor qilasiz. Gibrid xohlaganlarga gibridlarni ko'rsatib o'tamiz. Eng oxirdagi e'tibor qilasizlar akalar nemis paroda. Ayoqlari akalar rim ustunlari. Ishqibozlar aroqiga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bularning hammasini ma'lumotini birma-bir qoldirib o'tamiz. Kutgan akalarimiz, videomizni o'tkazmay ko'rasizlar. Ahadjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Sog' salomatmi? Charchamang. Siz yaxshimi, tinchmi? Muxlislaringiz bilan bitta ko'rishib qo'ying. Assalomu alaykum Buxoro obunachilarga, hammalarga alaykum salom. Bizani kuzatib borayotgan muxlislarimizga ham alaykum salom. Ahadjon, ofisdan nashta chiqaramiz. 2 3 3ta, 6ta, 8ta. 8ta. Shuni orasiga 2ta semental, qolganlari semental gibrid, chorni piyostra, nemislar. Xullas, akalar, mana shu 3 xil parodani hammasi urug'lik bo'lib variantini ko'rsatamiz. Lekin narxi urug'likni narxi emas. Narxini yengil qilib, xudo xolasa, arzon holatiga keltirib qo'yamiz. Bugun sizlar uchun akalar mana shunaqa buqalarni ko'rsatamiz. Videolarimiz ketma-ketligini tomosha qiling. Akalar bugun o'ta udar videolar chiqadi sizlar uchun. Ahadjon, narxi yengilmi? Yengil aka, narxini zo'r qilib qilib qo'yamiz nasib bo'lsa aka. Bizga uni zoti muhim emas. Asosiysi sifat aka. Sifat. Shunaymi? Ahadjon sifatga o'ta kuchli e'tibor qiladi. Buqalarimiz akalar bo'ylarigacha hamma ma'lumoti bo'ladi. Videomizni o'tkazmay ko'ring. Birinchisidan boshlaymiz. Nemis paroda ishqibozlariga bo'ylari biri 45 atrofiga chiqib qoladigan, biri 45 dan ham plusi bor akalar, minusi yo'q, lekin buqani turuviga e'tibor qiling. Oyoqlarga e'tibor qilasizlar. Oyoqlar akalar rim ustunlari. Haqqoni baqvat akalar bu o'ta gigant bo'ladi. Xudo xolasa hozir yosh oyligini Ahadjondan so'raymiz, lekin akalar buni boqqan odam tonna, 1,5 tonnalik buqa qiladi. Ishini ko'raman desangiz bor. Oy jonivor ol buzoqdi bu. Emadi onasini borib. Yo'q, ana shunaqa mol aka bu. Akalar o'ta gigant, lekin Cho'ka tashaydi, emadi onasini aka. oyoqlarni baqvatligiga e'tibor qiling. Oyoqlarni. Oyoq o'ta baqvat. Rim ustunlarini ko'rgansizlar akalar, rim ustunlari mana shu buqani oyoqlarini bosib qolasiz. Oyoqlar o'ta baqvat. Xo'p. Ahad 1 yoshari 2 oylik atrofidagi buqa. Yil hisobiga. Yil hisobiga ana shunaqa. 1 yoshari 2 oylik atrofidagi buqa akalar. Может 3 oylikdir, shu ertaga bo'lishi kerak adashmasam. Lekin tonnani uradi. Ana sizga nemis paroda. Bu buni ko'pchilik kutgan akalarimiz, mana shunaqa buqa kutgan akalarimiz, xudo xolasa mana shu buqamizni olasizlar. Bundan bitta, qolganlari akalar semental gibrid, 7-nisi akalar shu hozircha. Ahadjon, gapiring. Birinchisi uchun tortishmayman, bilasiz. Bitta portlatib yuboring, xalq maza qilsin. Ashla aka nima deyman endi? Chiroyli narx ayting. Ha. Ana endi o'ynayman deydi. Ha. 24 million bo'lsa Buxoro viloyatida dastur ko'rsatadi. 24 million. 24 million. Aka, Tortishib turmadi. bo'ladimi? Bo'ladi. 24 million so'm Buxoro bo'ylab akalar buni joyvesi anchagina bor. Tortmoqchiman. Yo'q aka, tortgan yo'qlar. Bunoqalarni oyoqlari akalar iliklari to'la. Xudo xolasa aka, o'ta yirik mol aka bu. Ha. 24 million. 24 million so'm. Taroziga qo'ysa 450 kilodan ziyod chiqadimi yo'qmi? Chiqadi. Chiqadi. Ha, ikkilik ko'rsanlar aka. Chiqadi akalar 450 kilodan ziyod chiqadi. 460-470 kilo chiqadi aka. Bu katta mol aka, yirik mol bu o'ta. Shu oyoqlarini ko'tarib tashlagan vaqt yer qimlaydi akalar. Mana shunaqa buqa bo'ladi, xudo xolasa bu. Lekin oyoqlar akalar haqqoni baqvat. Jonivor. Ay, o'zini ko'tarib sakra bilmaydi. Akalar ishqiboz aloqaga chiqasizlar, birinchi buqamiz edi, keyingilariga o'tamiz endi. Bitta akalar, keyingisidan davom ettiramiz. Semental ishqibozlariga akalar semental ko'rsatib o'tamiz. Quloq raqami 33606 ekan akalar. Moli turuviga e'tibor qiling. Turuvi bir dunyo. Yosh buzoq akalar, bu buzoq aka bu. Bu o'ta buzoq mol aka. Qancha 10 oylik? 10 oylik bo'lgan aka. 1 yoshdan ham bo'lgani yo'q. 1 yoshlarga yetib tekshirib beraman. Karovkalarga e'tibor qilasizlar akalar. Bo'ylari akalar 124, 125 atrofiga chiqib qoladi, lekin usti, oyoqlarning turishi,
molni ko'rinishi, akalar ona ustiga tuygan buzoq ishqibozlari bormi? Mana sizga ona ustiga tuygan et badani ham zo'r. Xullas kalom effektga chiqaman deydigan akalar tezroq effektga chiqasizlar. Akajon, ayting narxini. Aybi aka o'zini Zagonga yurgan aka. Zagonga yurgan. Fermani moli akalar. Fermani moli umuman aka Akonga o'rganmagan. O'sha uchun aka Nashtasini bitta fermadan chiqdi o'zi. 5 tasi aka bir joy bitta ferma. 5 tasi bitta fermadan chiqdi. 5 ta o'z ketma-ket chiqaramiz aka, hammasi bitta joyniga aka. Onasini semental aka, otasi nima? Bu 100 ga 100 semental, gibridlari aka sementalga cho'rinib yo'sir aka. Nemis paroda bilan qo'shilgan ekan aka. Aka o'yin Mol o'z-o'zidan maqtaydigan akalar ko'klarga, to'shlarga e'tibor qilasizlar. To'sh, lachak. Lekin mol o'ta hozirgi holatiga qo'rqoq mol. Nimaga akalar zagonni moli odamga yaqinga emas qo'rqadi. Lekin tarbiyasini o'z qilib olsangiz bo'ladi. Ha, buni unchalik ham sog'ilmaydi-ku, bu uncha tarbiya ham kerak emas bunda. Et bog'laydi tamoman. Agar Qancha akajon narxini ayting. molga cho'pishi ham aka, urug'ga aka zo'r mol. Molga lekin cho'padi aka. Qancha aytamiz akajon? Ashla aka buni 30 million deb o'tirmayman. Ana bu yoq tomondan orqa tomonlarni bitta olib ko'rsatma olib. Orqasini oling. 30 million deb o'tirmayman. Xo'p, 29 million so'm bo'lsa aka, qora belada sotsak. 29 million so'm foro bo'ylab dastavkasi bor. Ana shu. Qanchasini o'tamiz axir? O'tib chiroyli qilib aytavering, xalq maza qilsin. Chunki olgan odam ham bundan effektga chiqsin. Luboy bitta molimizdan ham effektga Shunday, chiqsin. aka, hamma olgan odam bizdan baraka topsin aka. Shunday, chunki endi molni boqsangiz mol bo'ladi. Molni boqmasangiz turaveradi shunday bu. Aka, bularni har bittasiga biz aka mehr berib mollarga qaraymiz aka. Ana soat 6 ga kelamiz shu yoqdan. O abetgacha soat 12 larga mol tagiga yana 1-2 soat dam olamiz, yana 4-5 lardan kelib yana mollarni tagida aka. To'g'risida aka. Shunday. Ishimiz shunday aka. Ahad qancha 29 dan qancha kam bor? 28 million biz aka. Ora bilan bizdan aka. Dastavka qilib beramiz aka. 28 million. 26 million bersak. 26 million olishimiz. Xalq maza qilaversin jon uka. Aka bu cross qanaqa mol? Endi Molni aka baribir molda. o'tirmayman aka. Ha, yo'q, baribir molda. Xalq o'zlari aka baho beradi. Shunday bahoni ular xalq o'zi beradi. Chunki telefon orqasiga ko'pchilik akalarimiz o'tiribdi, ularni o'zi bahoni beraveradi molni. Molni o'zi ko'rgan odam bitta yarimtasi semental emas ham deyish mumkin bu narsani. Semental qonigacha tekshirib beraman aka, sementalligini aka. Shunday. Oq tumchuq, oq tuyoq aka. Akajon, yo semental mol. Men semental emas demayman. Mol semental. Endi tushunadi. Men onasini ham ko'rganman, otasini ham ko'rganman aka. Ahad berdim 27 million so'm. Xo'p, deb bitta baraka deng birinchi pochek. Ashla aka. Sizniki ham emas, meniki ham emas. 26,5 million so'm Buxoro bilan dastavka bizdan aka. Malades, qo'lga tushdi ana endi. Endi 26 berdim Jirajon. Endi yo'q, endi tekis bo'ldi tamom. Aka 27 million so'm. Men ana shu narsani kutaman-da, Ahad. Bitta narsani kutaman. Shu men aytgan narsadan sal pastga tushdiki, tamom o'sha yo'q tekis bo'ladi. Bitta tekis qilib qo'yaylik 26 million so'mga xalq mazza qilsin uka. Baraka deyver. 26 million so'm akalar ishqiboz aloqaga chiqing xudo xolasa. Sizga mana shunaqa mollarni zo'rni kutgan akalarimiz. Yengil qilib olganman aka, yengil qilib beraman aka xalqqa. Gap yo'q. Xalq olsin. Kim bo'lsa ham akalar mazza qiladi, xudo xolasa foydalanib ketaveradi. Bizani bozorlarga bunaqa mol chiqmaydi aka. O'zingiz ham ko'rib o'tiribsiz, ana bozorni ham kamdan kam. Bunaqa mol aka kamdan kam chiqadi aka. Ol buzoq, 10 oylik buzoq aka. Men tekshirib beraman aka, qonigacha tekshirib beraman mollarni. Xullas akalar ishqiboz aloqaga chiqing, foydalanib ketaverasiz xudo xolasa bu qadar. Akalar keyingisidan davom ettiramiz. Bo'ylari 128, 33 651 qulov raqami. Bu Ahadjon Chornov Pyostrani gibrid bu. Aka semental bilan gibrid bu aka. Semental bilan Chornov Pyostrani gibrid. Chornov Pyostrani gibrid. Nemis paroda. U Chornov Pyostrani tozasi bor-ku, Nemis paroda bilan aka, semental gibrid aka. Xo'p, akalar, oq kiprik. Oq kiprik. Tuyoqlarigacha oq jonivor, o'zi oq gul. Qarang. Turur dunyo akalar bu buqani. Turur dunyo. Haqiqat mana shunaqa buqalardan olib boqing. Bugun akalar videomizni ko'rgan, Ahadjonning videosini ko'rgan odamlar bugun maza qiladi xudo xolasa mana shunaqa. Havas qiling. Har biringiz uyiga kamiga mana shunaqa buqalardan 15 ta 20 tadan bo'lsin. Xudo xolasa eng kamiga aytayapman. Ko'pi endi xudo xolasa 100 ta 150 ta bo'lsin. Aka bugun mollarimni ta'rif qilib o'tirmayman aka. Mollarim o'zi aytadi qanaqaligini. Shunday. To'g'risida aka. Sifat akalar kuchli e'tibor bo'lgan. Ana shunisi bor. Ahadjon yosh o'yligi 1 yoshlardan oshgan bu.
aka bir o'shar bo'lmagan aka bular. Yo'q, bir Aka o'sha. 5 desam birontasi aka bir o'shar bo'lmagan aka. Egasi aka qasam ichib aka tug'ilganini aka men videolarni ko'rdim bularni. 5 tasini aka go'salachaga qachon tug'ilgan, qachon nima qilgan hammasini aka molxonaga kameraga bor ekan, hammasini chaqirib qilib qo'ygan aka. To'g'risi. Shunday. Akajon qancha? Boshlar nima deyman men ham 30 million deb o'tirmayman aka. 29 million bo'lsa Buxoro bilan dastur qilib sotadi aka. 29 million. Ahad hozirga juplab qo'yib bo'lmaymiz. Ha yo'q, lekin bu o'zini aka ochiq qolgan. To'g'risi aka. Hozirga 26 million qo'ydim. 26 million so'm qo'ydim. 26,5 million berdim. 500 ming so'm ko'tardim. Lekin shu 500 ming so'mlik go'shtiga farqi bor. Yo'q aka, bu kamiga 10 kilo 15 kilo. 10 kilo 15 kilo farqi bor. 10 kilo 10 go'sht. Undan bo'yi ham balandroq akalar. Eti undan baland demayman lekin. Yo'q, eti baland emas. Eti baland emas. Lekin bo'yi balandroq, o'zidan uzunroq undan. Uzunroq. Ana shunday aka. Akajon, bo'ladimi? 26,5 million so'm berdim. Oladigan odam ham maza qilsin, foydalansin uka. Baxshul aka, bitta gapiraman 28 million deb o'tirman, 27 million so'm bo'lsa Buxoro bo'ylab dastur qilsadan. Endi nima qilib o'tiraman aka. Undan aka Mana 500 1 million so'm 1 million so'm sразу ming so'm shunday musofir uchun o'tib bering. 26,5 million so'm bo'lsa shu. Aka 27 million bo'lsa Buxoro. 26,5 million so'm bo'lsa. 26,5 million. Bitta musofir olsin, xalq maza qilsin uka. Baraka deyvering. Akalar aloqaga chiqasizlar 26,5 million so'm buqqamizga narx qo'yilib foydalanaman degan. Bu buqqamizdan akalar bularning oyoqlariga, turuviga bir dunyo akalar bular. Xudo xolasa buni yonidan kelib ko'ring. Ana batgan bularni qanaqaligini. Sizlar aka, men maqtamayman mollarimni aka. Kelib ko'rgandan keyin aka odamlar o'zlari baho beradilar aka bu mollarimga aka. Bu shunday. maqtashga aka arziydigan mollar aka, sifat 100 ga 100 variantlari. Bugun kelgan buqalar sifat 100 ga 100 variantlari. Ishqiboz aloqaga chiqing kelishadigan. Bir o'shar bo'lgani yo'q aka birontasi. O'z 5 tasini chiqaraman, 5 tasini aka bir o'shar bo'lgani yo'q. Xo'p, gibrid ishqibozlarga akalar, mana sizga Simental bilan Chorni Piostrani gibridi. Orqalarini ko'rsating aka, qanaqa? Mol bo'lishiga akalar, xudo xolasa mana unaqa buqalar akalar sabab, xudo xolasa. Bo'ladigan aka, bular bo'ladigan aka. Mana u ham buzoq ekan, ha? Buzoq aka, bu o'ta yosh bu. Bu o'ta yosh, ulardan ham yosh. Ulardan ham aka, kamiga bir 2 oy kichik bu. Shunday. Bir 2 oy kichik bu. Quloq raqamini aytchi ekan, haji? Men ko'rmadim, hozir men ko'raman ha. 33 661 ekan akalar. Shunday ekan. To'xta. Tek. Mol oyoqlariga yetib bordim. Bu nima deyapti? Bog'lang. Bog'lang, torting bo'ling. Akalar odam zo'r yetishmaydi. Bu go'dak o'li bu akalar. Aka, go'dak. Bo'sa aka 9 oylik narsa aka bu o'li. 9 oylik ha o'li. 9 oylik aka, bir o'sha bu. Aka bo'sa agar aka. Lekin oyoqlar o'ta akalar duru gavhar degan narsa bor. Mana shunaqa duru gavharlardan akalar bular, xudo xolasa. Kam yo'q, kamdan kam keladigan, hamma ham kelmaydigan variantlar akalar bugun kelgan buqalar. Aka, tonna xudo xolasa bugun aytganimda videomizni ko'rasizlar, maza qilasizlar. Bo'ylar akalar 1.26, 1.25, 1.26 plusi bor, minusi yo'q. Ahad yosh oyligini aytdik. Videomiz ko'p cho'zilib ketmasin. Tarsi narxini ayting. Xalq maza qilsin. Ashulaka nima deyman? Orqalarini tomosha qilinglar. O'zi aytadi aka mol qanaqaligini. Tonna bo'ladigan mol deymiz, ana shunaqa tonna bo'ladigan mol. Bo'ladi. Haqiqat bo'ladi. Chor palla akalar. 6 oy, 7 oy faqat onasini emgan bular, tamom. Shunday. Umuman aka onasini sog'magan ekanda. Xullas akalar Simental bilan Chorni Piostrani gibriddi. Ahad. Narxini ayting uka. Narxini. Maza qiladigan narx ayting. Xalq maza qilaversin. Olsin undan foydalan. Bomba qilaylikmi? Ayting. Gapirib o'tirmaysizmi? Yo savdo qilasizmi? Agar men ko'nglimdagi narx bo'lsa, bir so'miga savdolashmayman. Aka 26 million, 25 million deb o'tirman. Xo'p, 24 million bo'lsa aka Buxoro bo'ylab dastur qo'shadi. Zadan. 24 million. 24 million. Tortishmayman dedim, Ahad. Tortishib o'tirmang, bu ham aka kichik emas. Bu ham bir turishni qarang, oldindan olingmi turishni. Agalar bu bolani bugun kimdir ulgurib oladi. Aka oyoqlarini qarang. Ulgurmagan oldi sotdi uchun olib ham bularni oldi sotdiga chiqarsa ham bozorga ham anchagina pul ketadigan bu mollar akalar. Anchagina pul bo'ladi. Oldi sotdiga ham kimdir olib foydalanadi. Aytdim-ku aka, narxini yengil qilib olganman, yengil qilib beraman aka. Qancha bo'ldi? 24 million so'm bo'ldi. 24 million so'm Buxoro bo'ylab dastur qilsa. Aka bular ham aka ulardan nima emas, ozgina kichik, lekin ulardan qalin mol aka. Go'dakligi bor-da, xo'lo, go'dak olib. Go'dak akalar bu.
Kimdir olib foydalanadi akalar, xudo xolasa mana kimdir o'zingiz olib foydalaning. Chorni piyosrayingiz bormi yo'q, qanaqa molingiz bo'lsa ham urug'ga oling, bu buqani urug'ga olib foydalanasiz. Cho'pishi Bu akalar holi bu endi o'sadi bu. Bu holi endi o'sadi. Hozirgacha masalan o'sgan joyi, masalan hozir 1.25 deyotgan bo'lsak, buni bu akalar endi o'sadi. 1.35, 1.30 plus bo'lib ketadi akalar bu, xudo xolasa. Tish tashlayman degancha. O'shangacha akalar bemalol bundan foydalanib, e'tibordan tayyorlab olasizlar. Xullas, ishqi o'z aloqaga chiqarsizlar 24 million so'm narxi. 24 million so'm. Bitta xalq mazza qilsin. Molli ko'krak qismiga e'tibor qilasizlar akalar. Mana sizga gigant ko'krak. Bu akalar kashkasalga qatnamay mana shu oladi kelgan mol oldi. Aka Bola kashkasalga chiqmagan akalar bu. 10 oylik buzoq. Bu ham akalar nemis paroda. Nemismi? Nemis tozasi aka, toza nemis. Tozasi aka. Toza nemis akalar. Ermanskiy. Xo'p, akalar molli turuviga e'tibor qiling. Bo'ylari 1.20, 1.28, 1.30 atrofiga chiqib qoladi. Quloq raqami 33, 628. Akalar bu ham go'dak olib bu. Go'dak turishiga e'tibor qiling bu qachon. Qarang aka. Jonivor kim olsa ham bugungi buqalar haqqon udarlar. Mollar akalar bu ham turishi ham bir dunyo akalar bu. Zavodskoy to'qol, urug' bo'lib zotga olaman deydiganlarga. Mana shu buqalarimiz ham akalar xudo xolasa 1.5 tonnalik, 1 tonnadan oshadigan buqalar. Faqatgina sabr kerak. Sabr bilan bunaqa buqalardan foydalanasiz xudo xolasa. Shunday maqsad aka. Akajon, Aka olgan odam bizdan baraka topsin aka. Rahmat. Shunday. Duo qilib o'tirsin. duo qilasizlar akalar. Necha kishi telefon qilib hozirgacha aka bironta sizlardan aytgani yo'q aka. Hammasi rahmat deb aytibdi aka. To'g'risi biz aka birinchi o'ringa qaraymiz aka sifatga. Aka molni sog'lomligiga aka qaraymiz aka. Shunday. Ana shunday aka. Akajon narxini ayting. Orqalarini chorsonligini ko'rsat mol. Mol kichik emas, o'ta yirik mol aka. O'ta yirik mol. Lekin bo'lib birontasidan 5 tasidan ketmagan chiqaramiz aka. Birontasi bir oshar bo'lgani yo'q aka. Shunday. To'g'risi aka. Yo'q, Birontasi so'g'i bir o'shar bo'lgani yo'q. Yo'q aka, u mollar aka bo'ladi. Mol old qismiga to'sh qismlarini, bo'yinlarini bitta O'tday aka, ko'rsat. o'tday mol. Turuvi ot. Akajon narxini ayting. Bu mollarni maqtashni hojati yo'q. Ana shunday aka, odamlar O'z-o'zini kelib maqtaydi. aka, kelib ko'radilar. O'z-o'zini maqtaydigan mol. Kamdan kam keladi akalar, hamma ham bozorga ham topmaysiz, o'zimiz bozorlarga topmaysiz. Boshqa viloyatdan topishingiz mumkin, Buxoroning bozorlariga akalar kamdan kam variant. Kirmaydi aka, to'g'ri. Ayting narxini. Aka, ana shunaqa mollarni, chiroyli mollarni aka olib kelamiz aka, Buxoro xalqiga ko'paysin aka. Bunaqa Shunday, mollar aka. zotini ko'paytiraylik iloji boricha. Aka urug'ga bular aka zo'r zakon chopishi ham aka yaxshi. Zagonga yurgan, aybi zagonga yurgan, lekin birontasi arqonga o'rganmaganda ana shunday qilib Shunday. qiraqalish qilib o'tiradi. Qancha? Narxni ayting. Yurakni ezmang. 28 million bo'lsa Buxoro viloyatida Ay, qo'shdi shu ozgina baland bo'ldim aka. ozgina baland bo'ldi akajon. Boshqa Aka aka 25 million berdik. 25 millionga keyin o'zim bilasiz-ku aka bermaydi-ku aka. Endi siz bering, xalq mazza qilsin. Aka 25 millionga aka bermaydi-ku. Biz ham aka ozgina qolsa aka bo'ldi aka biz aka uncha katta nima emas aka. Aka 25 beraveraylik. Turishni qarang aka. Kimdir olib mazza qilsin. Turishni qarang aka, odda. Ot, arablarni otiga o'xshab turar ekanda. Boshlar aka bitta gapiraman. Xo'sh. Ertalab savdo aka nima bo'lmasa barakalla bersin aka 26 million bo'lsa Buxoro viloyatida bizda aka. Qayerga ketsam aka dastlab pul beraman aka. 25 beraveraylik. Yo'q 25 millionga aka. To'g'risi aka o'zi pul demayman aka. Lekin aka Nima? yaqin bo'ladi. Nima dedi so'zi? O'zini puli demayman dedi, to'g'rimi? O'zini Sal ilinadimi 25 ga? aka Sal ilinsa bo'ldi. 100 ming so'm pul qoladi aka. To'g'risi aka 20 Bo'ldi 25,5 bo'ldi, shunga ham sizning o'rningiz bor. Baraka deyvering. Akalar aloqaga chiqasizlar 25,5 million so'm. Aka, menga kamerani menga to'g'rila, bir narsani aytib o'taman. aka. Lekin bunaqa mol Bir narsani aytaman akalar, ishqi o'zi, men molni maqtamoqchi emasman. Ahadga paxta ham qo'ymoqchi emasman. Ana shunday. Lekin bugun olib kelgan mollar, bugun ko'rayotgan mollaringiz hammasi liderlar aka. Faqat bitta ferma, agar bitta fermangiz biz hammasini bir joyga ko'taring, agar pulingiz bo'lsa. Aniqini aytaman 100%. Endi men go'sht po'stiga mos bo'libdi demayman akalar. Endi go'sht po'stidan sal qimmat, chunki tirik narsa akalar. Bular aka buzoq. Buni foydalanadigan odam olib 6 oy, 7 oy yo'q. 40 kunning ichiga 40 kun uje u yo'g'iga effektga chiqib ketaverasiz. Foydaga chiqib ketaverasiz aka. Aka bularni 40 kunning ichiga foydaga chiqib, bir oyga qimmat bo'lishi mumkin aka. Mana o'g'am aka bir oy 40 kunlik aka qimmat bo'lishi mumkin. Ana shunday. Lekin u yo'q aka sizga faqat plusga ketadi. Plusga ketadi. Ana shunday aka. Konkretni kundan kun o'zgaradi. Bular aka, bular 2 kilo, 2,5 kilodan kam yuk oladigan mol emas. Faqatgina sabr kerak. Ana shu tish tashlagandan keyin kuchli
ratsion bilan yemga oling, siz foyda qilasiz undan. Molni ko'rsating, molni turishini qarang aka, molni turishini. Buni o'tday turadi aka bular. Mol turishi bir dunyo. Oyoqlar akalar rimustonlari. Bunaqa. Haqqoni dahshat. Rimustonlari bunaqa yo'g'on bo'lmagan akalar, 50 to'la mol. Bugun aka molni maqtamayman, molim o'zini maqtaydi aka. Shunday mol keldi aka. Maza qiling, bittagina like bosing. Axajonni bitta shu duo qilib qo'yasizlar-yu, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Bunaqa buqalar ham chiqavermaydi. Chiqqan vaqtga ham birinchi o'ringa sizga SMS bo'lib yetib boradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisidan davom ettiramiz akalar. Bo'ylari 136 atrofiga chiqib qoladigan qulov raqami nechi? 63478. 130 plus akalar mol. 135 ham chiqar. Shunday aka. Bu ham akalar yosh oylik o'g'li buzoq. Bu akalar lekin chorni piyostrani 100% variant. Gibrid toza qon, gibrid qo'shilmagan akalar 100% toza qon. Chorni piyostra nemisniki aka bu. Aha. Xullas mol turuviga e'tibor qiling, turuvi bir dunyo akalar. Mana mol. Mana mol. Ana mol. Maza qiling ana sizga. Ana bu mol aka. Ana bu mol. Istakan mol. Tonna bo'ladigan deymiz-ku, ana bular tonna bo'ladigan mol aka. Bo'ladi, haqiqat bo'ladi. Kerak aka bularni. Ayoqlarni qarang aka bularni. Oyoqlar akalar har tomonlama turuvi baquvvat buni. Aka hozir bir-biridan qolishmaydigan, qaysi birini maqtashga odam hayron bular. Siz ham kelgan vaqtingiz mana shuna hayron bo'lasiz, qaysi birini olaydi. Onlayn savdolashadigan akalarimiz qo'yadigan nomerlarimizga WhatsApp, Telegram bor. Qo'yib bemalol WhatsApp, Telegram orqali savdo qilaverasizlar. Akajon narxini ayting. Endi hammasini yengil qilib qo'yamiz aka, buni ham yengil qilib qo'yamiz. Portlating xalq maza qilsin. 30 million deb o'tirmayman boshlar aka. 28 ham demaysiz. 27 ham demaysiz. Bitta gap aytaymi? Ahad, Ayting o'zingiz aka, men 26 million so'm molga puxta pul sanaymiz, xalq maza qilaversin. aka 26 millionga bermaydi. Xalq maza qilsin jon uka. 26 millionga o'zingizdan bilasizki, bunaqa mollar. Men molga narx qo'ymoqchi emasdim. Gap to'g'ri so'zda bitta yarimtasi yozib ham qoldiradi o'sha narsa uchun-da. Xo'p aka, bu 5-inchisi aka. Bu 5-molim. Bir joyga kelgani birontasi aka, bir o'shar bo'lgani yo'q. Ana shu ham aka, bir o'shar bo'lgani yo'q ular. Bo'lmagan. Bo'lmagan aka, bir o'shar bo'lgani yo'q. Bo'lmagan buzoq olib. Akajon 26 million so'm berdik molga. Bitta baraka Aka deyvering. bu eng katta molim aka, yirik. Ulardan aka eng katta mol aka, yirik bu mol. Bu o'sha fermadan chiqqan 5-mol. 5-mol aka. Bitta fermani moli akalar 5-mol mana shu. Bu lekin faqir ekan. Bu aka o'ta faqir. O'ta xuron yeydigani, shuni yeydi, shuni tashlaydi. Yotadi. Ana shu. Birontasiga aka ish yo'q. Ular aka taqara o'z bir bo'riga chopib o'tiradi, lekin bular aka shunday yotadi, shunday yeydi aka. Ahad Buni qarang. nima bo'ldi? 26 million so'm. Boshlar aka hammasini yengil qilib qo'ydik aka. Shuni ham bitta bomba qilib 26 million so'mga berdik. 26 millionga aka, bilasizku aka. O'zingiz ham aka 26 millionga bermaydik aka. Aka bular aka aytmoqchi. Qancha ayting narxini. Bir oy 40 kunlik aka qimmat bo'lishi mumkin aka odamlarga, to'g'risida. Lekin u yoqqa aka bular faqat plyusga ketadi aka. Lekin toza bo'lgan ekan, Ahad. Bu mol ipga turgan. Nuqtani joyi bu, qarang endi. Ipga turgan, keyin shoxga bog'lan. O'g'lay. Shunday. Nima qilganim ham yo'q aka. Shunday olib kelib, shunday bog'lab aka. Bugun aka 3-kun kelish. Akajon, rozi bo'lavering 26 ga. Men ham bozordan chiqib ketishni xohlamayman. Sizni molingiz bozordan ham qimmat bo'lishini xohlamayman. Kimdir siz orqangizdan qimmatchi deb yozishini ham xohlamayman. Chunki men bilaman, molni sifatiga qarab olib kelasiz, molni nimasiga e'tibor qilasiz. Qo'lni beravering. 26 million so'm berdim, molni baraka deng. Boshlar aka 27 million deb o'tiraman, ikkalamiz shuni aniq qilamiz akajon. 26,5 million so'm bo'ldi, Buxoro bo'lib bilsa ko'p bizadan aka. Mol akalar arziydi. 26 emas, 26,5 ga ham emas, 27 ga ham arziydi. Bu narsani olib kelishni ham o'zi bo'lmaydi. Bu yog'i o'z bilasiz, o'z ixtiyoringizda. Bizlar shular mollarni aka qidirib top olib kelamiz aka, xalqimizga aka shu mollardan aka ko'paysin bu mollar aka. Buxoroga shunday mollar. Foydalaning akalar, xudo xolasa foydalanaman degan akalarimiz bemalol foydaga chiqaverasiz. Bozorlar ham ko'ryapsiz aka, bozorga ham bermaydi aka bunaqa mollar. Shunday. Ishqiboz aloqaga chiqaverasizlar akalar. Ketdik akalar, keyingilardan davom ettiramiz. Biri simental, ikkinchisi chorni piyostra bilan simentalli gibrid varianti. Ikkalasi ham bir-biridan qolishmaydigan o'ta yo'g'on mollar akalar. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, biri 30 plus gibrid, biri 40 plus akalar simental. Bu aka 140, bu aka bu buni qarang. Metr olib kelingchi. Farqi yo'q. Qaysimi? Biri 40 plus. 45 ham chiqmaydi. Yo'q, 45 ga tortmaydi. Haqiqiy buni akalar o'z tishini ochib ko'rdik. Buni tishini ochib ko'rdik akalar. Ochib ko'rsamizmi? Ochib ko'rsangiz. Qo'lingizni qismasa yana buxor bo'ladi.
Buzoqcha akalar o'l, buzoqcha. Endi tish tashlashga tayyor bo'libdi. Ya'ni 1,5 yoshga yaqin borayotgan buqamiz akalar. Xo'p, akalar hozircha lekin buzoq, akalar hozircha buzoq. Aka tish Birinchi o'sha chorni pyostrani simentalga gibrid variantini bitta tanishtirib o'taylik. Mo'l orqa tomondan ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. orqasini ko'rsat. Kalasi ham akalar 100 ga 100 urug' bol varianti. 33 671 kilo raqam akalar. Ahad narx qancha? Oyoqlarni ko'ring aka. Oyoqlarni ko'ring. Oyoqlar akalar, oyoqlar o'ta dahshat. Akalar mol o'zini maqtaydigan mollardan. Sifati 100 ga 100 toza. Mo'l aka buni. O'ta qalin mo'l aka bu. Ahad qancha narxi? Mollarni ko'p ham azob berib o'tirmaylik, beri hozir bilan zagonga yurgan mol nimaga tushmagan, ipga tushmagan. Qancha aytaman? Osun foy. Qancha? 35 deb o'tirmayman aka. Aha. 33 million bo'lsa aka, Buxoro viloyatida asaga o'zadan aka. 33 32 ham demaymiz. Baravar tekis qilib qo'yamiz. Bir og'izga lo'nda qilamiz tamom. 30 millionga akami? 30 million so'm. 30 millionga aka. So'ramadim, 28 ham so'ramadim. Axir bir og'izga shunday kesdim qo'ydim. O'rtasida shu bitta o'g'li kesdim qo'ydim. Akalar bir shoxi oq, bir shoxi qora. Oyoqlar, tuyoqlar hammasi akalar 50% sementalliki, 50% chorni pyostraniki. Mol akalar 100 ga 100 chorni pyostra bilan sementalli bo'lasiz. Oli buzoq aka, tish tashlamagan, oli buzoqcham aka mo'l. Ahadjon, Ahad, jon uka. 30 million so'm berdim molga. Ko'p ham tortishib o'tirmaylik. Bosing barakani tamom. Bo'ladimi? Maxsul aka. Baraka deyvering Ahad. 30 millionga ozgina nima bo'ladi aka, to'g'risida aka. Jon uka, olgan odam ham foydalansin. 30 million aka, to'g'risi rasxod bilan shunday kelib chiqqan aka. O'zizga. Ko'ngildan chiqarib aka, bir narsa nima qilib qo'ying aka, tamom. Olgan odam bizdan baraka topsin aka. 500 ming so'm qo'shdim. Aka 1 million so'm. Yo'q. Baraka tamom. Baraka deyvering Ahadjon, jon uka. 30 million 500 ming so'm. Ko'ngildan chiqardingiz, ko'ngildan chiqardim 500 ming so'm. Aka 1 million 30 millionga 500 ming so'm. Aytib aka sotaman mo'l. O'zi gap to'g'risi 500 ming so'm, 500 ming so'm desam, hozir gap to'g'risi 500 ming so'm qo'shmasdim. Men birinchiga 500 ming so'm qilganim yo'q. Sizga o'zi 500 ming so'm yurakdan chiqarib qo'yishdim ukajon. Baraka deyvering. Video cho'zilib ketdi. Ahad o'zi odamlar gapiradi. 31 million so'm. Yo'q, 30 million 500 ming so'm. Qayerga yana o'tib berasiz, dastavkasi bor, Buxoro bo'ylab tekin. Bo'd baraka. Xo'p, ana endi sementalga o'tamiz akalar. Sementalga men yaqinroq boraman. Buyim bilan solishtiring. Akalar, men 1.40 dedim buni. Akalar, bu 1.40 dan baland. Mol. 1.40 dan baland. Quloq raqam 28 749. Ana aka Ahad bu bilan bosh qismi baravarda, endi bosh qismi hisoblanmaydi, bu yerga yelka qismi hisoblanadi baribir. Lekin akalar 100 ga 100 urug' bo'lib, molga o'ta sakrashi dahshat bu buqani ham. Hozir bu yerga o'tirgan vaqtimizda ko'rdik buni, kelganimizga birinchi mollarni. Oyoqlar akalar, oyoqlarga e'tibor qilasizlar, mana rimustunlari oyoqlar. Xullas bolar bo'lib qalama bo'lib yotdi jonivor. Ahadjon, nima? Tishini ko'rdik, sifatini ko'rdik. Sementali 100 ga 100. Unaqa gibrid, unaqa bir nima qo'shilgan narsa yo'q. 100 ga 100 semental. 100 ga aka, biror narsa qo'shilgani yo'q aka. Qancha aytamiz Ahad buni? Dahshat. Bekor ochdingiz buni, bekor ochdingiz. Jo'rajon, bekor ochdingiz. Gigant aka, boshla aka, oyoqlarni ko'rsinlar deymanda aka. Ha, sog'likka, yeb ichishiga she'r o'zi garantiya beriladi aka. Shunday aka. Ahad zo'r yetmaydi, qattiqroq torting, o'zi unga sakraydi, u turib nimani yiqitadi o'zi. Ahad, nima qildik? Aka 40 million deb o'tirmayman. Aha, xo'p. Aka hammasi Qeradir 50 million ham sotib, qeradir 35 million ham sotiladi. Aka, bu mol aka, mo'layman. Qanaqa mol? Jonivor. Ahad, oyoqlarni o'zi ham, lekin bu qarang oyoqlar. Bolarni bor, bashnaqa bo'lib qolibdi-da o'zi. Boshlaka. Fermangiz bo'lsa akalar, buni fermaga oling, molni foydalaning bundan. Ahad, sementalligi uchun gap to'g'risi go'sht po'stanishi bilan bir xil o'zi qora bilanda. Gap to'g'risi. Faqat sal soyaga og'irlik qilishi mumkin. Endi bu moshni 10 kilo 15 Yirik mol aka, ham uzun ham yirik. 35 million so'm puxta sanaymiz u, kim olsa ham maza qilsin. Nima deysiz Ahad? Boshlaka.
Qancha? 35 million so'm. 35 millionga 1,5 million so'm o'zini puliga yetmaydi, 5 million so'm расходim bor. O'shani aytdim-da. To'g'risi aka. Ahad, tortishmayman, talashmayman. Bitta narx ayting, xalq mazza qilsin tamom. Tortishmayman, bir og'ziga tortishmayman. Shunday narx ayting bo'ldi. Baxshul aka. 37 million so'm qo'ravilib dasta ko'p zadan aka. Bo'ldi, tortishmayman dedim, Bo'ldimi? aka tortishmayman. 37 million so'm. Aka qidirsinlar aka, boshqa joy bilan bir solishtirsinlar, boshqa bilanlar bilan bir solishtirsin aka. O'gan odam aka. Hozir urug'lik bu buqalarni ko'ryapsizlar akalar, gap to'g'risi boshqa viloyatlarni yo boshqa joyni videolari bilan solishtirib ko'ring. Yosh go'salachasi ham akalar buni iminda sementalli toza tug'ilgani $1000 dan ziyod turadi akalar. $1000 deylik. $1000 turadi akalar. Bu hozir bu tayyor mol. Buni 85 bo'yim aka. Bo'yim buni qarang. Bo'sh bo'yim bilan barobar. Bosh bo'yi bilan barobar. Kichik mol emas aka bu. Katta mol aka bu. Buni qarang. Aka yevishiga, sog'ligiga garant beramiz aka, faqirlikka o'ta faqir mol aka. Shunday. To'g'risi. Akalar, narxini eshitdingiz. Xudo xolasa. Turmayman. Oyoqlarni ko'rsatdingmi? Yo'q. Akalar, stakan tuyoq, tuyoqlari akalar qonigacha tozaligiga garantiya beriladi buqamizni. Faqatgina olib foydalanaman degan akalarimiz bitta fermayizmi yo o'zingiz olib boqaman desangiz, mana bu buqa ham 1,5 tonnalik buqa bo'ladi. Sabr bilan boqasiz. 1 yilning ichiga 1,5 tonna buqa bo'ladi. Hozir ham akalar buni живой vesi chiqib qoladi. 650 kilo atrofga chiqib qoladi. 670 kilo aka. O'lchadingizlar. Ha, 670 kilo aka o'lchagan. O'lchangan akalar 670 kilo. Lekin aka 2 kun bo'libdi, bugun kelgan 3-kun bo'libdi. 2-kun endi 3-kunga boribdi. O'sha yoqqa paytga aka 670 kilo edi aka. Borib kelishga bir o'zini tashlaydi-ku. Aha, shunday. Kamiga bir hafta Taroziga bermaysiz. Yo'q, taroziga. Taroziga berilmaydi akalar, faqat oyoqqa beriladi. 670 kilo живой vesi o'lchangan buqani. Endi Men o'zim 650 kilo cho'tladi bu yoqqa kelish paytiga aka bar mol aka ancha ves tashlaydi. Bir hafta 10 kunga aka qaytib o'zini kilosini oladi aka mol. To'g'risida. Aka olmaganmi? Bu holi yemlanmagan. Biron marta yemlanmagan aka. Bu yemni ko'rmagan akalar. Kepak savun bilan yurgan mol aka bular. Ana shu hisobga xudo xolasa foydalanaman degan foydalanib ketavering. Bu buqadan zarar qilmaysiz. Bundan 100% foydaga chiqasiz. Asosiysi akalar aytib o'tamiz hammasini. Shunga qarab aloqaga chiqing. Mollarimiz hammasini tanishtirib o'tdik akajon, shundaymi? Shunday. Bu oxirgisi edi. Shunday. Hammasini ko'rsatib o'tdik akalar. Ishqiboz aloqaga chiqing. Xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Dastavkasi Buxoro bo'ylab tekin. Boshqa viloyatlardan xudo xolasa akajon kelishasizlarmi o'zlaringiz? Kelishtiramiz aka. Kelishamiz nasib bo'lsa aka, kelishamiz aka. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar demak. Buni qarang aka. Qarang ham. Mol ikkalasi ham akalar bir-biridan qolishmaydi. U chorni pyostra bilan gibrid variantini uni 30 million qo'ydikmi? 30 million 500. 30 million 500 qo'ydik. Akalar, uyg'un olib qarasangiz, ikkalasi ham sifat. Sifat 100 ga. Bugun kelgan mollarimiz hammasi bugun ertalabdan birinchi videomizni tomosha qiladigan akalarimiz bugun xudo xolasa maza qilib tomosha qiling. YouTube portlaydi aka. Kommentarga yaxshi gaplar aka. Otangga rahmat deb qo'ysalar bo'ldi aka. Bo'ldi, bitta duo qilasizlar akalar. Bunaqa mol aka kamdan kam keladi aka, to'g'risi aka. Foydalaning akalar. Xullas kalom nima deymiz? Faqatgina foydalaning.